Assalomu alaykum. Bugun sun'iy intellekt bilan ishlab ko'ramiz. Ya'ni sun'iy intellekt orqali bir rasmni boshqa bir holatdagi rasmga o'tkazib ko'ramiz. Misol uchun, sizlarga mana bu oddiy rasmni ko'rsatdim. Mana oddiy tushilgan rasm. Endi ikkinchisini ko'rsataman. Boyagiga qaraganda bu farq qiladi. Mana misol uchun, hozir buni ham kichraytirib ko'rsatib beraman. Buni ham kichraytirib olaylik. Xo'sh. Mana shu rasmni bu holatdan bu holatga o'tkazib olamiz. Uning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Google Chrome va o'zimiz yozgan promptlar. Xohlagancha o'zingiz prompt yozsangiz bo'ladi. Prompt yozish hozirgi kunda hamma biladi, menimcha, xabari bor deb o'ylayman. Endi bizlar qiladigan ishimiz nano banana Google deb yozamiz. Mana shu holatda misol uchun ko'pchilik nano banana ishlatadi. Xo'p, bizlarda birinchi chiqqani mana shu Oriatek AI ga kiramiz. Endi kirdik. Kirganimizdan so'ng bizda mana bunaqa bo'lim chiqadi. Ya'ni o'sha promptingizni yozingiz yoki rasmingizni joylashtiring degan joylari bor. Xo'p, bunda ham bir nechta adashmasam tekin versiyasi bor. Ya'ni rasm yasashingiz imkoniyati bor. Endi biza boyagi promptimizni yozib ko'ramiz. Menda tayyor prompt bor edi. Mana shu prompt. Buni ham YouTube kanalda o'sha tag yozib qo'yaman promptini. Shundan ko'chirib olsanglar ham bo'ladi. Bir nechta joylarga o'zingizlar o'zgartirish kiritsanglar bo'ladi. Endi mana shu holatda mana bu joyda prompt yozib bo'lganimizdan keyin rasm qo'yamiz. Endi mana tayyor rasmlar bor. Boyagi rasmni mana xuddi shu ko'rib turgan mana bu rasmingizni bu holatga o'tkazamiz. Yoki mana bir nechta holatlar bor. Mana bundan bunga yoki mana bunga shu ko'rinishlarga o'tkazsangiz bo'ladi. Endi mana shu holatga o'tkazamiz hozir. Xo'p, buni endi biz generate qilamiz. Bo'ldi. Generate qildik. Hozir bizga rasmni chiqarib beradi. Buni chiqargandan so'ng keyingi darsimizda, ya'ni videoda mana shu hozirgi rasmni gapirtiramiz. Ya'ni o'zimiz misol uchun yoki tekstimiz orqali tekst yozib gapirtirsak bo'ladi yoki o'zimizning ovozli xabarimiz orqali yozsak ham bo'ladi. Hozir ko'ramiz va mana bu ko'rinishga keltirib berdi. Xohlaganingizcha misol uchun so'rasangiz bo'ladi. Keyinchalik buni saqlanib qolsangiz ham bo'ladi. Xo'p, saqlanib kartinku xohlagan joyingizga misol uchun saqlanib qo'ysangiz bo'ladi yoki mana bu qismda o'zi saqlanib degan ma'no bor ekan. Saqlanib downloadni bossanglar saqlanib bo'ladi. Endi keyingi darsda shu rasm yoki mana bu rasmni gapirtiramiz. Kanalga obuna bo'ling. Yanada sun'iy intellektlar yangi xabarlari tez orada chiqadi va xabardor bo'lib turasiz. Hammaga rahmat.